1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni. Bu kun nafaqat o'qituvchilar, balki bizning hayotimizda iz qoldirgan barcha ustozlar, bilim beruvchi, tarbiya qiluvchi va yo'l yo'riq ko'rsatuvchi insonlarga bag'ishlangan. Har yili 1-oktyabr kuni yurtimizda eng ulug', eng e'zozli kasb egalariga, ustoz va murabbiylarga hurmat bajo keltiriladi. Bu sana o'qituvchi va tarbiyachilarning xalqimiz hayotidagi beqiyos o'rni, fidoyiligi va mashaqqatli mehnatini qadrlash ramzi sifatida nishonlanadi. Ustoz inson hayotida nurli yo'l ko'rsatuvchi, ilm eshigini ochuvchi, odob, axloq, ma'naviyat va ezgulik saboqlarini beruvchi ulug' siymodir. Shuning uchun ham qadimdan ustoz otangdek ulug' degan hikmat xalqimiz orasida yuradi. Bugungi kunda ustoz va murabbiylar nafaqat bilim beribgina qolmay, balki yosh avlodni barkamol inson etib tarbiyalashda, ularning qalbiga vatanparvarlik, mehr-oqibat, ezgu niyat va orzu-umidlarni singdirishga asosiy tayanch bo'lib kelmoqda. Mehringizla ochmish hayot ko'zini, madh etmoqqa shaydir bugun ovozim, sizga o'xshataman quyosh yuzini, oddiy muallimim, aziz ustozim. Qalbi ezgulikka to'lalim molim, ko'kka yo'lladingiz baland parvozim, hamisha menga yor siz bergan ta'lim, otamday ulug'im, aziz ustozim. She'riyat mulkiga oshno etdingiz, kitoblar qatiga bitilar rozim, sizki boringizni fido etdingiz, har nafas hamdamim, aziz ustozim. Bayramingiz muborak bo'lsin.